seksga tayyorlanish kerak. Bizda ko'p ayollar shunaqa qiladi, geldilar do'shasi bilan yuvadi chiqadi. Prosta ayollar qilib boradi. Kimlardir og'ziga tashlab olgisi keladi. Erim oyog'imni yalaydi bugun deydi. Yalatayim boribsan. Yalataman. Mana bunaqa desachi, jalabcha desachi, yo'q, u shunaqa bo'lishi kerak deydi. Ha, spinneri ham yaxshisi bo'lishi kerak. Kruglый video tashiyman. Bo'ldi, u keladi. Senga qilganimni xotinimga qilganimda xotinim meni mana shundoq qo'yardi deydi. Qilish kerak edi xotinim. Xotinim senga o'xshamaydi deb. Shu qilib, kulib, keyin erkak kishi xohlagandan keyin уже yo'q men buni xohlayapman deb, ana ayol kishi nima etsa o'shani sharaqlatib olib kelib beradi. Ko'pchilik kencha uchinchisini ham xohlab erkakni to'ydirib qo'yish kerak. Должен san и spalnida o'sha olaman deb bo'ladi. Qaynota bola chaqa qiladi, erga o'zini ayollik jozibasini ko'rsatib bera olmaydi. Undan oldin erim boshqacha edi, keyin o'zgarib qoldi. Ayollar ko'proq erini o'ziga qaratib olish kerak. Er bilan sal ochiqroq kiyimda ochiqroq gaplashsa bo'ladi. Yetish kerak-ku o'sha. Yoki yechintirish kerak. Misol uchun kimdir tagida, kimdir ustida bo'ladi. Chunki ko'chada tsyolkaga yuradigan qizga faqat puli kerak, er kerak emas. Ko'pchilik erkaklar неудачный minutga uchrab qoladi. Baqirib, ovoz bilan ko'zlarini suzib, mazza qilayotganini bilsa, erkak kishi o'shandan keyin mazza qilishni boshlaydi. Oddiy qo'lingizda shunday holat deysiz, o'sha erkak kishi o'sha o'chadi o'sha joyda. Hozir uyga boring, men sizga mana shu nazar fohishalarni chaqirib beraman. Nozik psixologiya 18+ kursimizga ulanib olinglar, joylar kam qoldi. Test profilga o'tib, sotib olsanglar bo'ladi kursimizni. O'sha yerda sizlarga 100% garantiya bilan turmush o'rtog'inglarni yana ham ichki tuyg'ularni yondirib, sizlarga bo'lgan muhabbatini ochiq, oydin, nima deydi, shunday ko'rsatib beradi deya, короче, o'tib olamiz tezroq. O'qituvchiman, Afzonaga mana bundoq kirishini, chiqishini o'rgatsam, yoqadi shu kirishi. Farxon nima qildilar, qarang. Qarang. Shu hamma narsani buzadilar. Bir bo'laman. Shafort bo'laman. Oxirgi to'ntisigacha. Men bechara avaylayapman deb buni deb qancha Buni o'zi o'sha yuribsiz uzun narsa. Men yurgan yo'limda dars bo'ladi. Ha, o'rganib qolganman. Bu dars beraman men. Ha, siz uchun. Boshqa barmoqligidan topib olib kelib beraman sizga. Men massaj qilib o'tiribdim. Men massaj qilib o'tiribdim. Bilbarib. Refleks. Voy odamlar, sizlarga bir gap topilmasdan ekan, bechora sevinchga yig'lab yotibdi, kommentariyani o'qiyapman. Unaqa muncha bag'ri toshlar, spid bo'lib qolibdi, unaqa infeksiya deyapti, miyasida qanaqadir kasalligi bor ekan, undan bir duo qilib qo'yaylik, baraka topkurlar. Rosa kommentariyani yomon gapirib tashlayapsizlar, o'zi o'qiydi baribir. Va hammamiz insonmiz-ku, bo'lgan taqdirda ham unaqa hayvonlar tash bir-biriga achiydigan hozirgi vaqtda. Mening ikkita mushugim bor, bilasizlar, biri kasal bo'lsa oldan ketmaydi hech qachon. Kommentariya yozishlaringni qarang, uyalmaysizlarmi? Kasal bo'lib qolibdi, odam tuzalib ketinglar deb duo qilinglar. Va mayli oldin jalab bo'lgan bo'lsa, bo'pti, hammaga berib yurgan bo'lsa, hozir endi g'ar qarsa otincha bo'ladi, esingizdan chiqarmanglar hech qachon. Unaqa kommentariya yozmanglar, baraka topkurlar. Inson hammang odamsan-ku, o'lganlari yaxshi-ya. Voy, ifloslar, erta men kasal bo'lsam ham shunaqa kuyininglar, ey. Assalomu alaykum, yana chalab chuluplarim, yaxshimisizlar, nima gaplar? Shahlopa dizaynga qaytibdimi? Yo men shunaqa ko'rdim xolosmi? Shahlopa silikon qildirganmi? Rosa kattarib ketibdi. Shahlopa rosa yaxshi ko'raman. Xurmo anaqa ijodi rosa zo'r. Dizaynga qaytdingizmi, opa? Nima bo'ldi? Men aytmayapsiz yangiliklardan bexabarmiz asali. Dizaynda chiqsangiz borardim, o'lib ketsin O'zbekistonda. Oldi qatorda sizni muxlisingiz bo'lib o'tirib berardim. Baqirib Shahlo deb. Ismingiz anaqa ayrimlar ismiga o'xshaydi-da. Shuning uchun hech sizni Shahlo degim kelmaydi, baribir yaxshi ko'raman sizni, sevaman. Love you. Bizda Xorazmda bittasi bor. Ertalashadi faqat. Shahlo degan ismni yoqtirmay qo'ydim уже. Faqat ertalashadi. Yozib beradiganlarning ismi Shahlo bo'lib qoldi. Hozir O'zbekistonda yozuvchi zo'r. Qog'ozga ko'tarib yursak-ku, Shahlo shuni ismi. Laqqa kimda aytganim xalq tushundi. Assalomu alaykum chalab chuluplarim. Sevinchga singlimiz hijobga kirib ketibdi, endi rosa yomon kommentarlar yozyapti, odamlar uyalinglar endi. Xudo insof berib yuragiga solib turib hijobga kiribdi, endi hammaga emas, hijobga shuni oxirgacha bo'lsin. Ya'ni dinaga o'xshab turib, Alloh uchun o'raykan, faqat Alloh uchun yechiladi deb turib, bitta turk uchun shart och vaqt tiqib olmasa, qolgani hammasi ashib ketadi. Xudo xohlasa qizi katta bo'lyapti, qizining baxtiga sog'lom bo'lib yursin. Ro'mol bilan yarashibdi. Любой o'zbek ayoliga, любой musulmon ayoliga ro'mol o'rash juda ham yarashadi. Shuning uchun tak что qizlar tillaringni o'zingizga teginglar. Kommentariyada o'qib turib, rosa qattiq xafa bo'lib ketdim. Bizlarda shunaqa ko'rolmaydigan odamlar bor. Haq qilibdi-ku. Sizlar qilinglar, agar qo'llaringdan kelsa, nima qilasizlar unaqa jini ketdi narsalarni gapirib.
kerak emas narsalarni gapirib. Matosh dugon, sen ham hujjat bo'lib olaver. Soching bigudi qilib yurmasdan gandon tugagan erkak. Shunaqa hayotda qachondir ko'rishamanki dugon sen bilan oldingdan Matosh deb o'tib ketmasam esa dozlarim emas. Nol dishobga. Ikkita haromni shuncha bir-biri bilan urishib turib, manaqa qilib turib, piar qilganmi deyman. Onangizga ananasini ko'rsatibdi, haromni o'sha jalab turibdi, как tailandskiy shimara turibdi. Ey Matosh, basharangga qo'tag'im menang deyshey sikkan. Odamni ahmoq qilyapsanmi? Ananas deb turib, o'sha jalab topchini quchoqlab yuribsan-ku, voy gandon. Voy basharangga qo'tag'im. Voy onangni sikkay seni. Gandon ursada bunday qilib turib, harommi. Shuncha kuzatibman, shuncha vaqtim ikkita enasini eshik sikkandi. Tailandskiy shimarani yana quchoqlab olibsan-ku, ananas deb turib, basharangga qo'tag'im. Voy gandon, orqasidan bilinib turibdi, qafasdan erkakligidan qancha odamlar ko'zi yetmadi ekan shu narsaga. Voy hozir asablarim buzilyapti. Voy gandon, voy pidarras iloy mangilgacha o'lib qolgan harommi. Voy gandon pidarras burningdan qoning kelgan enangga sheskan pidarras gandon impotent qo'toq. Gandon, ikkita tashog'ing bittasi ishib ketib greja bo'lib qolib, gandon achangdi skey. Erkak bo'lgan. Mana qo'lidan qo'ttadish kelmaydigan Amirxon Dubay shahzodasi Qozog'istonga borganda mening ovozimdan foydalanibdi. Как? Habibi, welcome to Kazakhstan deganini. U senligingni bilmagan. Agar senligingni bilganda hech qachon qo'ymas edi. To'poy, dalbayob. Dalba yetishmaydi shu bolaga. Yo sen Brexit kam bo'lib qolgan bo'lsa kerak shu Buxoroda. Qimillabdimi deb qilayotgan vaqtda shu Brexit siltov kam bo'lib, shu oxirigacha tushmagan haliga. U haligini ichiga bunday qilgan vaqtim oqib, mana labaralash tushib ketgan bo'lsang kerak yariming. Yetishmaydi molsan bilasanmi? Mol tugagan erkaksan. Tugagan erkak. Profiling blog bo'lib ketib, rosa siqilib qolding. Endi yana chiqibsan boshqa profil ochib. Ay galushka, galopka. Faqat mashinalik qilib yurasan. Aldingizda hammani nima uchun aldoqchi ko'tsan? Yezdalak Hojipan aka. Bradavshay kunte chat помегом.